Diqqat qiling, migrantlar diqqatiga. Chet tillari yoki kasb bo'yicha malaka imtihonlarini topshirish xarajatlarini qoplash uchun ular muvaffaqiyatli topshirgan va sertifikat olganda BXMning 3 barabargacha 1,125,000 so'm, xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun ishchi vizani rasmiylashtirish xarajatlarini qoplash uchun BXMning 5 barabargacha 1,825,000 so'm, yo'l chiptasini xarid qilish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun BXMning 2 barabargacha miqdorida 750,000 so'm, vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun tashkillashtirilgan holda rivojlangan mamlakatlarga chiqib ketayotgan fuqarolarga tijorat banklari tomonidan 10 million so'mgacha Markaziy bankning asosiy stavkasidan 4% bandga yuqori stavka 2 yil muddatga mikrokreditlar ajratiladi, deyiladi xabarda.